Akalar, hozir yangilikni jinnisini ko'rib qoldik, sizlarga ham ko'rsatamiz. Hayron bo'lasizlar. Assalomu alaykum aka. Nima qilyapsiz bu yerda? Kasbimni o'zgartirdim. Yangi ish boshlaysizmi? Bugundan boshlab shu xo'jalikda, sutchilik xo'jalikda menejerman. Nima qilasiz bu yerda? Menejer deysizmi? Ha, bugundan shu xo'jalikda hozir ayni vaqtda 25 litrdan 35 litrga sutni ko'tarish bo'yicha bosh qotiryapman. Ha, ratsion, bu yerda ham ratsion qilib, siz ishingiz, vazifangiz shumi endi bu yerda? Barchasini ko'rsataymi? Aha. Ketdik bo'lmasa. Demak, xo'jalikda har bir tug'ilgani buzog'iga to katta bo'lgungacha boshim bilan javob beraman. Sutchilik xo'jaligining samaradorligi har bir molda vaqtda qochishiga bog'liq. Eng muhimi, sutchilikda sutdorlikni oshirish uchun ratsionni kontrol qilaman. Laktatsiyani boshi, oxiri ham bizni tinim davrimizdan bilan bog'liq. Tinim davrida to'g'ri oziqlantirish o'ta muhim hisoblanadi va bu orqali biz chorvamizni sog'ligiga ham, qochuvchanligiga ham, barcha mahsuldorligiga ham ta'sir qila olamiz. Shuning uchun men ularni albatta kuzataman. Tashlab ketibmi? Qizib qoldim. Oziqa sifatini kontrol qilish, oziqani to'g'ri tayyorlash va oziqani chorvamizga to'g'ri yetkazib berish meni vazifam bo'ladi. Xo'p, Ismoil aka, siz hozir qilayotgan ishlarni hammasini bitta sutchilik xo'jaligida menejer hammangiz qila olish kerakmi shularni? Albatta qilib bilish kerak. Buning uchun esa sizga Ideal Agrar jamoasi yordam beradi. O'zining yangi loyihasi Ideal chorva menejeri treningi 12, 13, 14 may kunlari